Assalomu alaykum azizlar. Proband klinikasi obunachilari uchun maxsus darslik tayyorlayapmiz. Bu darslik nima asosida ketadi? Bu asosan Proband klinikasida qilinadigan lecheniyalar asosida ketadi. Bu lecheniyalar qanaqa? Asosan klinikamizda aqliy, nutqiy hamda jismoniy rivojlanishdan orqada qolayotgan, shu bilan birgalikda hozirgi kunda dolzarb muammo bo'layotgan nasliy genetik kasalliklarda reabilitatsiya qay darajada olib boriladi? Shu haqida ketadi. Klinikamizda asosan reabilitatsiya birinchi o'rinda agar aqliy nutqiy rivojlanishdan orqada qolayotgan bolalar bo'ladigan bo'lsa, miyasiga stimulyatsiya berishdan boshlanadi. Chunki asosiy odam tanasini boshqaradigan markazlar bosh miya yarim sharlarida joylashgan. Qachonki biz qo'limiz bilan tanasini, qo'llarini massaj qilsak yoki logopedga olib kirib yuzlarini massaj qilsak, effekt bo'ladi, juda kam effekt bo'ladi. Qachonki miyaga beradigan stimulyatsiya bilan birgalikda logopedga yokida LFK ga olib kiradigan bo'lsak, biza kutadigan rezultatimiz 2-3 barobar oshishi mumkin. Shuning uchun klinikamizda kompleksiviy lecheniya tashkillashtirilgan, ya'ni ham aqlida nuqsoni bor, ham yurishida nuqsoni bor bolalarga kompleks tarzda. Agar aqlida nuqsoni bor bolalar bo'ladigan bo'lsa, boshiga stimulyatsiya beriladi. Markazlar gapirish, fikrlash, aql-idrok, diqqat markazlari uyg'otilgandan keyin logopedga olib kiriladi. Ya'ni logoped o'zi ishchi a'zolar bilan, tillari, yuzlari, periferik nervlarni uyg'otish bilan shug'ullanadi. Shu bilan birgalikda melki motorikasi va aqliy mashg'ulot olib boradi. Markaz qo'zg'atilgandan keyin asosan mashg'ulot o'tilishi shart va zarur. Hozirgi kunda bu dolzarb. Chunki markaz qo'zg'atilgandan keyin uyga borib, oddiy holatda borib yotaversa, umuman o'zgarish sezilmaydi. Shu uchun yurish markazi qo'zg'atildi. Qo'zg'atilgandan keyin LFK mutaxassislari ularda kechayotgan patologik jarayonlarga qarab maxsus dastur tuzilib, shu bilan birgalikda etapni 10 kun mobaynida lecheniya olib boriladi. Logopedda ham xuddi shunaqa. Aqliy, nutqiy hamda jismoniy rivojlanishdan orqada qolayotgan bolalar asosan kompleks tarzda lecheniya olinadi. Biz endi bu darslikni nima sababdan qilyapmiz? Hozir bizga pul sarflab kelishyapti, lekin uyga borgandan keyin logopedik mashg'ulotlarni yaxshi qila olmayaptilar. Hammada shu muammo. Biz aytyapmiz, ko'proq uyda shug'ullanish kerak. Chunki bergan stimulyatsiyamiz 70 kun mobaynida juda zo'r ta'sir qiladi. Shu vaqt oralig'ida aqliy jihatdan orqada qolayotgan bolalar bilan, ya'ni miyani rivojlantiruvchi mashqlar, aqlni rivojlantiruvchi o'yinlarni ko'proq qilishimiz kerak. Bular esa ota-onalarga o'rgatyapmiz 10 kun mobaynida. Bu kamlik qilyapti. Borgandan keyin eslardan chiqib qolyapti. Shu sababdan alohida muammosiga qarab darslik tayyorlayapmiz. Ya'ni logopedik muammosi bor, aqlini rivojlantiruvchi mashg'ulotlar, massajlar, yuzlarni, shu bilan birgalikda melki motorikani rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni qo'yib boramiz. Undan tashqari skelet mushak sistemasida, oyoqlarda, tanasida, umurtqa pog'onasida deformatsiyasi bor. Oyoqlarda X-obrazniy, O-obrazniy, valgusniy deformatsiya, displaziyasi bor bolalarda qanaqa qilib uy sharoitida necha podxoddan qanaqasiga kuchaytirib boriladi 10 kun mobaynida va necha qaytarilishdan qilishini sizlar uchun video darslikda kiritib boramiz. Bu video darslikni kuzatib borsangiz, sal kam malakali mutaxassisday bo'lasiz. Faqat hamma narsaga elementar ravishda e'tiborli bo'lib, videoni qunt bilan ko'rib va sekin astalik bilan bajarib borish kerak. To'g'ri, siz bir martada yoki 2 martada mutaxassis bo'lib qolmaysiz. Bu sizni farzandingiz uchun. Siz частный klinika ochib yoki uyingizda boshqa bolalarni LFK qila olmaysiz. Faqat bu dastur o'zingizni farzandingiz uchun. Faqat buni juda kuchli nagruzkasiz, sekin astalik bilan qilib boradigan bo'lsangiz, bolangizda yaxshi o'zgarish bo'ladi. Klinikaga siz har 3 oyda kelayotgan bo'lsangiz, bu rezultatingiz sekin rivojlanib boradi. Lekin siz uyda ham yaxshi shug'ullanib, yana qaytib bizga olib keladigan bo'lsangiz, bu rezultatingiz 2-3 barobar oshadi va pulingizni shuncha tejab borasiz. Shu kanalga obuna bo'ling. Shu kanalda hamma darsliklarni birin-ketinlik bilan qo'yib boramiz.